La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Sure Al-İmran tefsiri 35. ayetin başlap okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-İmran suresinin 35. ayetinden başlap okuyayımız inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Öz vaxtida İmran'ın ayalı etti. Rabbim, men qo'sig'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'itsan. Niyatimni bilib turg'itsan. U qiz tuqqan vaqtida ey Rabbim, qiz tug'dim dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas. Balki bu qiz ortiqdir. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas. Balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib qo'g'landi şeytandan panoh tilayman. Hazreti Meryemning tug'ilishi to'g'risida. Faquzining qizi Hunna İmronning ayolidir. Hunna İmronning ayolidir. U Hazreti Meryemning onasidir. Muhammad ibn İshaq mundaq deydi. Hazreti Meryemning onasi tug'mas ayol edi. U bir kuni bir qushning balasiga yem berayotganligini ko'rib, balaga ishtiyoq bog'lab qoldi. Shuning bilan u Alloh taoladan bir bala tilab duo qildi. Alloh uning duosini ijobat qildi. Ondan erining uningga yaqinchilik qilishi bilan u hamildor bo'ldi. U qo'sig'idagi balani ibodat va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga atab mundaq dedi. Rabbim, men qo'sig'imdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga atidim. Bu nazramni qabul qilgan. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'itsan. Niyatimni bilib turg'itsan. Ya'ni Alloh taolo mening duoyimni anglag'uchidir, mening niyatimni bilguchidir. U o'zining qo'sig'idagi balaning o'g'il yoki qiz ekanligini bilmaydi. U qiz tuqqan vaqtida ey Rabbim, qiz tug'dim dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. Ibodat qilish va Baytul Muqaddasning xizmatini qilishga ko'ngil bo'lishda u talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam atadim. Ya'ni bu oyatda balaning ismini bala tug'ilgan kuni qo'ysimu durust bo'ladiganligi pakit bordir. Chunki bala tug'ilgan kuni ismini qo'yish ilgariki payg'ambarlarning dinida ko'rsatilgan ishdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Mening bir balam kechida tug'ildi. Uningga mening bovam İbrahimning ismini qo'ydim. Shuningdek, yana bir hadisda mundaq deb keldi. Anasning onasi anasning inisini tuqqanda u inisini ko'tirib payg'ambar alayhisalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhisalom uni ig'izlantirib, uning Abdulloh deb ism qo'yib berdi. Shuningdek, boshqalarning ismini tug'ilgan kunida qo'yganligi rivoyat qilindi. Balaning ismini tug'ilgan kunida qo'ymay 7-kuni qo'ysimi bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Har bir kichik bola o'zining aqiqasiga
görüge qo'yilg'uchidir. 7-kuni uning uchun qo'y o'ltiriladi. Uning ismi qo'yilib, chechi tushiriladi. Alloh taolo oyatda Hazrati Maryamning onasining mundaq deganligini bayon qildi. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Ya'ni ey Alloh, uni va uning balasi Eysoni qo'g'landi qilingan shaytonning yomonligidan saqlashingni so'rayman. Allah uning duosini ijobat qildi. Bu haqda Abdurrazzaq Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Maryam va uning o'g'li Aysodan boshqa yangi tug'ilgan hamma balani tug'ilgan vaqtida shayton silaydi. Shu sababdan bala yig'ilgan peti tushidi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu Maryam bilan uning balasini shaytonning silamaganligiga pokit keltirib, agar xohlasanglar, men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman degan oyatni o'qinglar dedi. Uni Robbi chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yinida birer yemeklik ushirtatdi. U, ey Maryam, bu sana qayerdan keldi deydi. Maryam, bu Allah tarafidan keldi deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. Hazreti Maryamning o'sib yetilishi va uning Alloh taolaning nazarida hurmatga sazovor bo'lganlik to'g'risida. Bu oyatda Allah Hazreti Maryamni onasidan nazr hisobida qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Ya'ni Alloh taolo Maryamning shakli va ko'rinishini chiroyli qildi va masjidning xizmatiga qabul qilishning sabablarini osonlashtirib berib, yaxshilik, bilim va din o'rgansin deb bandalarining ichidagi yaxshi kishilar bilan yaqin qildi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Ya'ni Allah Zakariya alayhissalomni uningga kepil qildi. Hazrati Maryamning Zakariya alayhissalomdan foydali bilim va yaxshi amallarni o'rganib baxtli bo'lish uchun Alloh taolo Zakariya alayhissalomni uning kepili bo'lishiga taqdir qildi. Chunki Ibn Ishaq, Ibn Jarir va boshqalar rivoyat qilgan rivoyatga asosan Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning hamma ochisining eridir. Zakariya alayhissalom Maryamning bir tuqqanining eri edi deganlarmi bor. Bu so'zni kuchlantirib hadisda mundaq deb keldi. Yahya bilan, ya'ni Zakariya alayhissalomning o'g'li bilan Aysa bir hamma ochining bolalari, ya'ni ikkisi och singilning bolalari edi. Ibn Ishaq rivoyat qilgan rivoyatga asosan Hazrati Maryam hamma ochisining tarbiyalanishida bo'lgan bo'ladi. Hadisda mundaq deb keldi. Payg'ambar alayhissalom Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lib ketgandan keyin qizi Ammarani uning hamma ochisi Ja'far ibn Abu Talibning ayolining igidorchiligiga topshirib berib, hamma ocha degan onaning o'rnidir dedi. Ondan Alloh taolo Hazrati Maryamni o'zining ibodatgohida izzatlik va hurmatli qilganligidan xabar berib mundaq dedi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida birer yemeklik ushirtatdi. Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Abu Sha'sa, Ibrahim Naxai, Zahhak, Qatada, Rabi ibn Anas, Atiya, Avfi va Suddi qatorliqlar mundaq deydi. Zakariya alayhissalom Hazrati Maryamning yonida qish faslida yoz faslining mevasini, yoz faslida qish faslining mevasini ko'ratdi. Zakariya alayhissalom uning qishida shularni ko'rganda, u, ey Maryam,
bu sana qayerdan keldi deydi. Meryem, bu Allah tarafidan keldi deb cevap verdi. Allah hakikaten xalaqan adamga jabo mushaqqatsizla hesapsız rızık berdi. Şu vaqtda, yani Meryem'nin kerametini ko'rgan chaqda Zakariya Rabbiga duo qilib, ey Rabbim, bana öz dergahingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Hakikaten duanı işitkisan dedi. O ibadetgahida namaz o'qiyotganda farishtalar uningga, sana Allah'ın kelimesi, yani İsa'ni tasdiq qilguvchi Sayyid perhizkar ve yaxshilardan bo'lgan Yahya ismlik bir payg'ambar bilan xo'sh xabar berdi deb nido qildi. O, Rabbim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandaqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qildi. Yani kudreti ilahiye hiç nersinden aciz emas dedi. O, Rabbim, bana ayolimning hamildor bo'lganligiga bir nishoni ato qilgan dedi. Allah, sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Yani zikri tasbih etishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Rabbingni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih et dedi. Zakariya alayhissalomning farzand talab duo qilganligi va uningga Yahya alayhissalom bilan xo'sh ishorat berganligi to'g'risida. Zakariya alayhissalomning put-qo'llari mag'dursizlangan, chechi oqargan, uning ustiga ayolimi yashinib qolgan va tug'mas turug'liq u Alloh taolaning Hazreti Meryem'ge yaz faslida qishning mevasini, qishda yozning mevasini berganligini ko'rib, bola arzu qilib, o'zining Robbiga past ovozda duo, bola talab qilib, Alloh taoladan: ey Robbim, bana öz dergahingdan bir yaxshi farzand ato qilgan, haqiqatan duoni eshitguvchisan dedi. O ibadetgahida namaz o'qiyotganda farishtalar uningga, sana Allah'ın kelimesi, yani İsa'ni tasdiq qilguvchi Sayyid perhizkar ve yaxshilardan bo'lgan Yahya ismlik bir payg'ambar bilan xo'sh xabar berdi deb nido qildi. Yani o özünün ibadet qiladigan o'rinda namoz o'qiyotganda farishtalar uningga anglag'idek qilib so'zladi. Farishtalar uningga xo'sh bishorat berib mundaq dedi: sening pushtingdan bo'ladigan Yahya ismlik bir bola bilan xo'sh bishorat berdi. Qatada va boshqalar mundaq deydi: u bola Yahya deb ataldi, chunki Allah uni iymonliq va yaxshilardan qildi. Sana Allah'ın kelimesi, yani İsa'ni tasdiq qilguvchi bu oyatning ma'nosi haqida Avfi va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U Hazreti Meryem'ning o'g'li İsa alayhissalomni tasdiqlovchi edi. Hasan, Qatada, Ikrima, Mujahid, Abu Sha'sa, Suddi, Rabi ibn Anas va Zahhaq qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi u Hazreti Meryem'ning o'g'li İsa'ni rastga chiqarguvchi deganlik bo'ladi dedi. Sayyid Abu Aliya, Rabi ibn Anas, Qatada, Said ibn Jubayr va boshqalar Sayyid degan hikmatlik ish qilguvchi degan bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Savri va Zahhaq qatorliqlarmi Sayyid degan taqvodor, hikmatlik ish qilguvchi degan bo'ladi dedi. Sayyid ibn Musayyib onun ma'nosi olim degan bo'ladi dedi. Atiya u o'zining axloqida va o'zining dinida ulgudur dedi. Ikrima ochchig'i yomon emas dedi. Ibn Zayd u izzatli kishidir dedi. Mujahid va boshqalar u Allohga hurmatli kishidir dedi.
parhezkor, ya'ni u ayollarning qishig'iga kelmaydigan emas, balki harom zina fahishlardan saqlang'uchidir. Bu uning halol ayol elib, uning bilan bir yerda bo'lishini cheklamaydi. Balki u halol ayol elib, uningdan bola ko'rganligi Zakariya alayhissalomning yuqoridagi ey Robbim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin deb qilgan duosidan ma'lum bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi u xuddi bolasi va mirosxo'ri bo'ladigan bir bola bergan deb tilaganga o'xshashdir. Va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xo'sh xabar berdi. Bu Yahyoning tug'iladiganligidan xo'sh bishorat berilgandan keyin uning payg'ambar bo'ladiganligiga berilgan ikkinchi xo'sh bishoratdir. Bu uning tug'ilganligidan berilgan xo'sh bishoratdan kattadir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning Musa alayhissalomning onasiga degan bu oyatining ma'nosiga o'xshashdir. Uning firoqidan qayg'urmag'in. Uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Zakariya alayhissalom bu xo'sh bishoratni anglab, yashinib qolgandan keyinmi pushtidan bir bola bo'ladiganligiga hayron qilib mundaq dedi. U Robbim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. Ya'ni shuningdek Allah hamma narsaga qodirdir. Uni hech qanday narsa ojiz qila olmaydi. U Robbim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Ya'ni mening bolam bo'ldiganligiga bir alomat ko'rsatgan. Allah sana bo'ladigan nishona shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qila olmaysan. Ya'ni zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ya'ni u alomat shuki, sening tiling salomat turibmi so'zlayolmasligingdir. Bu vaqtda Alloh taolo yana bir oyatda mundaq dedi. Sening alomating shuki, sog' turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qila olmaysan. Ondan uni mushu holatda Alloh taologa zikrini, shukrini va tasbihni ko'p aytishga buyurib mundaq dedi. Robbingni ko'p yod et, kechda aytganda tasbih ayt dedi. Bununla oid mazmunlar Allah xolisa Sura Maryamning tafsirining 5-ida keladi. Farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pak qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Robbingga itoat qil, sajda qil va ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarni suvga tashlagan chaqda sen ularning yanida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yanida yo'q eding. Hazrati Maryamning shu davrdagi ayollardan ortiq qilinganlik to'g'risida Alloh taolo bu oyatda Hazrati Maryamning ibodatining ko'p bo'lganligi, uning zohidligi, izzatlik bo'lganligi va bo'lmag'ur ishlardan xoli va pak bo'lganligi uchun Alloh taolaning uni shu davrdagi ayollardan ortiq qilganligini, uni gunohkor va shaytonning vasvasalaridan pokizlaganligini va dunyodagi ayollardan ortiq qilganligini, bu ishlardan Maryamni xabardor qilishga farishtalarni buyurganligini bayon qildi. Hisham ibn Urva Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning dunyodagi ayollarning eng yaxshisi Imronning qizi Maryamdir.
Dünyadagi ayollarning eng yaxshisi Huvaylining qizi Hadijadir deganligini angladim. Ibn Jarir Abu Musa Ash'ari radiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Erlardan xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetdi. Ayollardan faqat Imronning qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Osiyala bu yuqori darajaga yetdi. İmam Buxoriyning rivoyatida mundaq deb keldi. Erlardan xeyli nurg'un kishilar yuqori darajaga yetdi. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli Osiya, Imronning qizi Maryamla yuqori darajaga yetdi. Sheksiz Ayşe'nin başqa ayollardan bo'lgan ortiqchiligi sho'rpiga chilangan nonning boshqa taomlarga qaraganda ortiq bo'lganligiga o'xshashdir. Ondan Alloh taolo Hazreti Maryamdan bir balani dadisiz yaratish orqali uningga o'zining katta bir qudratini oshkor qilishi bilan uning uchun jafo mushaqqatlik va ikki olamda uning darajasini yuqori qiladigan bir ishni taqdir qilishni iroda qilganlik uchun farishtalarning uni amal ibodatni ko'p qilishga, Alloh taologa yilinishga, sajda va ruku qilishga va davomli amal ibodat bilan bo'lishga buyurganligidan xabar berib mundaq dedi. Ey Maryam, Robbingga itoat qil, sajda qil va ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qil. Ondan Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga bu ishlarni ochiq bildirib bo'lgandan keyin uningga mundaq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga ilish masalasida chek tashlash yuzasidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yanida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishni o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yanida yo'q eding. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning oraliqida bo'lgan ishni o'z ayni bo'yicha qavminga deb bergidek ularning yanida yo'q eding. Balki Alloh taolo sana ular savob tepishga qiziqib, ulardan kimning Maryamga kepil bo'lishi, ustiga elish to'g'risida o'zaro chek tashlagan vaqtida xuddi sen bordikidek va uni ko'rganingdek holatda bayon qilib bildirdi. Ibn Jarir Ikrimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hazrati Maryamning onasi uni bir parcha raxtga o'rab Musa alayhissalomning qarindishi Harunning o'g'li Kahinning ballarining qishig'i keldi. Ular u kunlari Baytul Muqaddasning Ka'ba tarafiga qaragan eshiklarning yonlarini sirlayotdi. Maryamning onasi ularga "Sizlar bu nazarni elinglar. Bu mening qizim. Men uni ibodat uchun otib etdim. Ibodatgohga hayzdor ayol kirolmaydi. Men uni uyga qaytarib ketmayman" dedi. Ondan ular "Bu bizning imomimizning qizi" dedi. İmron namozda ularga imom bo'lib berdi. Ondan Zakariya ularga "Uni mening tarbiyalashimga beringlar. Uning hamma otisi mening ayolim bo'ladi" dedi. Ular "Bundaq qilishga bizning ko'nglimiz unamaydi. Bu bizning imomimizning qizi" deb Tavratni yozadigan qalamlari bilan chek tashladi. Chek Zakariyaga chiqib, uningga kepil bo'lishni ustiga oldi. Ikrima, Suddi, Qatada, Rabi ibn Anas qatorliqlarmu bu voqelikni mundaq deb bayon qildi. Ular so'zlashib ketib, Iordaniya daryosining yeniga berib qoldi. Ular u yerda qalamlarini suvga tashlab, qaysisining qalami suvning to'lqinida eqib ketmay tursa, u Maryamga kepil bo'ladi deb chek tashlamoqchi bo'lib qalamlarini suvga tashladi. Zakariyaning qalamidan boshqa qalamlarni suv eqitib ketdi. Uning qalamilar eqib ketmay suvda tikla turib qoldi. Uning ustiga Zakariya yoshda va hurmatda ularning cho'ngi, ularning olimi, imomi va payg'ambari edi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida
Al-İmron surasininki 44. oyatigacha angladinglar. Oxirini keyingi o'qishimizda davomli anglaysizlar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.